sen o'zingga rahm qildingmi? Sen qurbonlikni yoqding. Sen qurbon bo'ldingmi? Sen o'zingga hech qachon to'la bo'lmaysan. Men qila olmayman, men bechoraman, men dadam ayam urib katta qilishgan. Dadam bilan ayam ajrashib ketgan bo'lgan-ku. Meni ustanovkalarim bor. Meni pulim yo'qda o'zimga qarashga. Endi sizning pulingiz bor, chet elda yurasiz, zo'r kiyinasiz. Bu nima? O'zingga rahm. Ya'ni takaya. Men bechoraman. Hech bir insonni, hech bir ruhni Alloh bechora qilib yaratmagan. U yoqda yuqorida pora berish yo'q. Yuqorida gaplashib olish yo'q. Tanish bilishchilik yo'q edi. Erta haq bor. Erta hammani bir xil qilib hamma narsaga erishish uchun, har bir baxtga, har bir bergan go'zallikka hamma narsani yerga tashlab qo'ydi-da, keyin sizni yaratdi. Mana olur, mana xohlaganingni. Lekin sen bugun ololmayapsanmi, o'zingga rahm qilyapsan.